Rashkchi sevgilim 5-qism. Leyla indamay turardi. Yusuf va Leyla biroz vaqt aylanishgach, vaqt ham allamahal bo'lib qoldi. Endi uyga ketishim kerak. Xo'p, unda ketdik. Yusuf va Leyla mashinaga o'tirishdi va Yusuf Leylani uyga tashlab qo'ydi. Leyla uyga kirarkan o'zida yo'q xursand edi. Leylani dugonasi Saida kutib turardi. Buncha kech qolib ketding? Bugun Yusuf bilan uchrashdim. Sen bu yoqda uchrashib yuraverasan. Men esa bu yoqda seni tarafingni olib yuray. Ha, nima bo'ldi? Buncha bezovtasan? Leyla Saidaning gaplaridan hayron bo'lib so'rardi. Boya oying telefon qilganda. Nima dedi? Leyla xavotirlanib so'rardi. Nima ham derdi? Seni so'radi. Senga qilsa ko'tarmabsan. Shunga uxlab qolgan deb zo'rg'a vaziyatdan chiqdim. Oying ham unchalik ishonmadi. Yaqin kunlarda bu yoqqa kelarmish. Iye, bu yerda nima qiladi oyim? Qayda? Seni tekshirishga kelsa kerak-da. Ha, ish qilib meni ham o'zi bilan olib ketmasa bo'lgani. Leyla biroz mahzun tortdi va birozdan so'ng, "Ha, aytgancha, Yusuf menga bir taklif berdi." Xo'sh, qanday taklif ekan? Saida hayron bo'ldi. Meni ham o'zi bilan olib ketmoqchi. Qayerga? O'zi yashaydigan joyga. Sen u yerda nima qilasan? Men ham kinolarda suratga tusharkanman. Bir so'z bilan aytganda, meni ham yulduz qilmoqchi. Senga mashhur bo'lish oson ekanda, birinchi navbatda oying bilan dadangni qanday ko'ndirasan? Ha, men ham shuni o'yladim, lekin juda ham kinoda suratga tushkim kelyapti. Ha, jinnivoy, esingni yig'. Oying bunga hech qachon ruxsat bermaydi. Yaxshisi, shu ishingda tinchgina ishlab yuraver. Leyla Saidaning gaplaridan xafa bo'lib ketdi. Ha, to'g'ri. Ortiqcha xayolga berilmasligim kerak. Lekin Yusuf ketib qolsa, men nima qilaman? Agar rostdan ham seni yaxshi ko'rsa, bir ilojini qilib sen bilan bo'ladi bo'lmasa. Bo'lmasa nima? Leyla Saidaga iltijoli tikildi. Bo'lmasa, xayrlashasan degani. Balki rostdan ham shundaydir. Ha, mayli, hammasini vaqt ko'rsatadi. Leyla shunday deya xonasiga kirib ketdi. Ortidan Saida ham kirdi va "Xafa bo'lma dugonajon, men seni o'ylab aytdim-da." Ha, hech qisi yo'q. Seni gaplaring to'g'ri. Shunchaki men ortiqcha orzuga berilyapman. Leyla xafa bo'lib yostig'ini quchoqladi. Saida esa dugonasining qanday qilib ko'nglini ko'tarishni bilmayotgandi. Leyla, o'zi rostdan ham Yusufni sevasanmi? Ha, bo'lmasam-chi? Balki yaxshilab o'ylab ko'rarsan. Balki uni shunchaki muxlisidirsan va o'zingni uni yaxshi ko'raman deb o'ylayotgandirsan. Leyla bir muddat o'ylanib qoldi. Bu bilan nima demoqchisan? Sen Yusufni rostdan ham yaxshi ko'rasanmi yoki yo'qmi, o'zing tushunib olishing kerak va u seni sevadimi yoki yo'q, shuni aniqlashtirishimiz kerak. Sen uni har doim sevaman deysan, lekin nima uchunligini aytmayapsan. Balki uni sevmassan. Leyla nima deyishini bilmay qoldi. Biroz o'ylab olishim kerak. Leyla shu xayollar bilan uyquga ketdi. Ertasi kuni Leyla biroz tushkun kayfiyatda uyg'ondi. Soatiga qarasa soat 9 bo'lgan ekan. Yo xudoyim, endi nima qilaman? Endi ishdan haydalamanmi? Tezroq ishga borishim kerak. Lekin boshlig'im meni urishsa-chi? Kecha ko'p gapirib o'zi jahlini chiqargandim. Bugun alamini olsa-ya. Leyla shu xayollar bilan biroz o'tirdi va nima bo'lsa peshonadan. Mayli, nima desa ham indamay turaman. Ishdan haydalmaslik uchun. Leyla kiyinib ishga bordi va kompaniyaga kirarkan Temur ko'rib qolmasligi uchun ham tezgina xonasiga kirib ketdi. Bir muddatdan so'ng uni kotiba qiz chaqirdi. Seni xo'jayin chaqiryaptilar. Leyla qo'rqib ketdi. Nega? Sababini aytmadilar, lekin juda ham jiddiy va jahldor edi. Senga omad tilayman. Leyla kotibaning gaplaridan battar qo'rqib ketdi. Leyla qo'rqibgina Temurning xonasiga bordi va eshikni taqillatdi. Kiring. Chaqirtirgan ekansiz? Ha, shunday. Sababini bilasanmi? Leyla Temurni ishga kech kelgani uchun chaqirtirdi deb o'yladi va kechiring, boshqa qaytarilmaydi. Endi kech. Bu narsani oldinroq o'ylash kerak edi.
Leyla Temurning gaplaridan xafa bo'ldi va ko'zlari biroz yoshlandi. Temur o'rnidan turib Leylaning yoniga keldi. Nima uchun bunday qilding? Leyla borgan sari Temurning gaplaridan qo'rqib borardi. Men atay qilmadim axir. Aytayapman-ku boshqa qaytarilmaydi deb. Temur Leylaning yuziga yaqinlashdi. Leyla qo'rqqanidan ko'zlarini yumib oldi. Temur qo'llari bilan Leylaning yuzini siladi. Leyla ko'zlarini ochib, "Nima qilyapsiz?" sekin pichirladi. "Shunchaki yuzingni silagim keldi." Temur jiddiy bo'lib gapirardi. Leylaning yuragi tez-tez ura boshladi. "Nima uchun?" "Chunki seni sevaman." Temur Leylani bag'riga bosdi. Leyla bir muddat nima bo'layotganiga tushunmay qoldi. So'ngra Temurni bag'ridan chiqdi. "Nimalar qilyapsiz?" "Buni mendan emas, o'zingdan so'ra. Sen meni o'zingga asir qilib qo'yding. Anchadan beri senga sevishimni aytmoqchi bo'lib yurgandim. Lekin aytolmayotgandim. Chunki seni o'sha yigit bilan ko'rgan vaqtlarim jahlim chiqadi va seni undan rashk qilaman." Leyla Temurdan bu gaplarni kutmagani uchun ham nima deyishini bilmay qoldi. Temur Leylani qo'llarini ushlab, "Biror nima de, yoki menda ko'ngling yo'qmi? Men shunchaki, axir meni ko'nglim kimda ekanligini bilasiz-ku. Sen o'sha yigit seni sevadi deb o'ylayapsanmi?" "Ha, u meni sevadi." Leyla jiddiy gapira boshladi. "Mayli, xohish o'zingda. Senga bu borada buyruq bera olmayman." Temurning jahli chiqdi. "Unday bo'lsa, aytgan gaplarimni unut. Hech narsa bo'lmadi deb hisobla. Endi esa ketishing mumkin." Leyla Temurni xafa qilib qo'ygandan biroz xijolat bo'ldi va indamay tashqariga chiqdi. Yo'lak bo'ylab ketarkan negadir yuragi g'ash bo'lib qalbi og'riy boshladi. "Menga nimalar bo'lyapti? Nahotki Saidaning gaplari rost bo'lsa? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Men faqat Yusufni sevaman. Unda nega yuragim og'riyapti? Temur menga nima dedi? Bu gaplarni unut dedimi? Axir o'zim shuni xohladim-ku va men xohlagandek bo'ldi-ku. Nega ko'nglim to'lmayapti? Yo Temurni yo'q, bo'lishi mumkin emas. Axir men uni qanday qilib yoki rostdan ham uni o'zim bilmagan holatda sevib qoldimmikan? Endi nima qilaman? Endi u menga boshqa hech qachon sevgi izhor qilmaydi, chunki men uni rad etdim. Endi o'zi istasada men aytmaganimcha bu mavzuda gapirmasligi aniq." Leyla shu xayollar bilan xonasiga bordi va yana Temur haqida o'yladi. Shu payt telefoni jiringladi. Leyla telefoniga qarasa, Yusuf ekan. "Alo? Leyla, qalaysan jonim?" Leyla Yusufning gaplaridan hayron bo'ldi. "Yaxshi. Bugun ko'rishamizmi? Seni biram sog'indimki." "Ha, mayli." "Xo'p, unda bugun seni o'zim ishdan olaman." "Xo'p." Leyla telefonni qo'ydi va Yusufga rozi bo'lgandan negadir yuragi g'ash bo'ldi. "Endi nima qilding, Leyla? Rozi bo'lishga rozi bo'lding, endi bormasang bo'lmaydi. Balki biror narsani bahona qilib bormaganim ma'qulmikin. Lekin o'zing yaxshi ko'rgan inson seni uchrashuvga taklif qilyapti-ku. Nega borgim kelmayapti?" Leyla shu xayollar bilan biroz o'ylanib turdi. Temur Leyla ketgandan so'ng boya aytgan gaplari uchun pushaymon bo'ldi. "Axir bilarding-ku, u boshqasini sevishini. Yana nega bu gaplarni aytding? Bundan ortiq qanday javob kutganding? Seni sevaman desam bo'yningga osilib olishini kutganmiding? Endi nima qildim? Endi u hammaga aytsa-ya menga Temur sevgi izhor qildi. Lekin men rozi bo'lmadim deb yo'q, uni qo'lidan bu ish kelmaydi. Bo'ldi, aqlingni yig'. Yaxshisi hammasini unut. Bor e'tiboringni ishga qarat." Temur bir muddat o'ylanib turgach, Yusuf va Leylani birga ko'rgan vaqtlarini eslab, "Baribir uni o'ylamay tura olmayapman. Endi nima qildim? Nega uni sevib qoldim?" Kechki payt Leyla xonasida ishlab o'tirarkan, telefoniga SMS keldi. "Men keldim. Chiqasanmi?" Leyla xabarni o'qigach, "Hozir chiqyapman" deya xabar yozdi va xonasidan chiqdi. Shu payt Temur ham xonasidan chiqdi, lekin Leylaga e'tibor bermasdan liftga chiqdi. Leyla ham Temurning ortidan liftga chiqdi. Leyla Temurga qarab qo'yardi. Temur esa faqat jiddiy qiyofada edi.
Leyla hayron bo'ldi. Nahotki shu boyagina menga sevgi izhor qilgan yigit bo'lsa. Leyla shu xayollar bilan turarkan, Temurning telefoni jiringladi. Alo, hozir boraman jonim. Men ham seni sog'indim. Leyla bu gaplarni eshitarkan ko'zlari kattarib ketdi. Shu payt lift to'xtab ochildi. Temur chiqib ketdi. Leyla ham ortidan chiqdi va nima dedi? Seni sog'indim jonim dedimi? Yaramas. Unda nega menga sevgi izhor qilasan? Leyla asabiylashib gapirardi va tashqariga chiqdi. Uni Yusuf kutib turardi. Bu yoqda esa Temur mashinasining yonida telefonda gaplashib turardi. Hali qarab tur. Odamni rashkini keltirish qanaqaligini ko'rsatib qo'yaman. Leyla shu xayollar bilan Yusufning yoniga bordi va uni quchoqlab oldi. Yusuf hayron bo'ldi va u ham quchoqladi. Buncha qolib ketdingiz? Sizni rosa sog'inib ketdim. Leyla Yusufning yuzlaridan silab qo'ydi va Temurga qaradi. Temur esa jahl bilan g'azabli nigohda qarab turardi. Leyla esa xursand holatda "Ketdikmi?" deya Yusufning mashinasiga o'tirdi. Yusuf ham xursand bo'lib Leylani mashinasida olib ketdi. Temurning esa hali ham ko'z o'ngida Leyla va Yusufning quchoqlashgani ketmasdi. Ahmoq qiz. Yaqinda tanishgan odami bilan ham quchoqlashib ketaverarkanda. Borgan sari sabrimni sinayapsan. Endi meni qiynamoqchi shekilli bu qiz. Yoki hozir men telefonda gaplashgan gaplarim uchun atayin qilayotgandir. Lekin men baribir u yigitga ishonmayman. Yaxshisi ortilardan boraman. Qani, qayerga ketishyapti ekan? Temur shunday deya mashinasiga o'tirdi va Yusufning mashinasini ortidan ketdi. Yusuf mashinani bir mehmonxonada to'xtatdi. Qiziq, ular mehmonxonada nima qilisharkin? Temurning qo'llari musht bo'lib tugildi. Yusuf va Leyla mashinadan tushib mehmonxonaga kirishdi. Bu yerda nima qilamiz? Leyla hayron bo'lib so'radi. Seni bu yerga olib kelishimdan maqsad, sen haqingda prodyuserimga aytdim. U rozi bo'ldi. Shu sababli seni aktrisalik mahoratingni ko'rmoqchi. Hozir sen bitta rol ijro etishing kerak. Leyla xursand bo'lib ketdi. Rostdanmi? Ha, albatta. Hozir mana bu kiyimni kiyib chiq. Seni syomka qilishadi. Xo'p. Leyla xursand bo'lib kiyinish xonasiga kirdi. Nahotki men ham kinoga tushsam. Juda ham xursandmanki. Leyla shirin xayollar bilan Yusuf tutqazgan sumkani ochdi. Ichida bir ko'ylak bor edi. Olib oynaga o'ziga tutib ko'rdi. Lekin ko'ylak juda ham kalta va ochiq edi. Leyla hayron bo'ldi. Nega menga bunaqa ko'ylak berdi ekan? Ha, mayli, balki shunaqa rol tushgan bo'lsa kerak. Leyla shunday deya ko'ylakni kiyib ko'rdi va oynaga qarasa, o'ylaganimdan ham ochiq ekan-ku bu. Ko'ylakni pastga torta boshladi, lekin ko'ylak juda kalta edi. Leyla xijolat bo'lib xonadan chiqdi. Tashqarida uni Yusuf divanga suyangancha kutib turardi. Leyla Yusufning yoniga chiqdi. Yusuf Leylani ko'rib ko'zlarini uzolmay qoldi. Ko'ylagingiz kaltaroq ekanda, shunga xijolat bo'lyapman. Leyla yana ko'ylakni pastga torta boshladi. Yo'q, aslo, senga juda ham yarashibdi. Xo'sh, prodyuseringiz qayerda? Hozir kelib qoladi. Kel ungacha yonimga o'tir. Biroz suhbatlashamiz. Leyla iymanibgina Yusufning yoniga o'tirdi. Ma ol, senga deb sharbat tayyorladim. Yusuf Leylaning qo'liga sharbatni tutqazdi. Leyla esa indamaygina ichdi. Xo'sh, o'zingni qanday his qilyapsan? Yusuf Leyladan ko'zini uzmay so'rardi. Biroz isib ketyapman. Negadir boshim ham biroz aylanyapti. Hech qisi yo'q, bir pasda o'tib ketadi. Yusuf Leylaga jilmayib qo'ydi. Leylaning borgan sari boshi aylanib, hushdan keta boshladi. Yusuf esa uni jim kuzatib turardi. Men seni yaxshi ko'raman, Leyla. Yusuf Leylani qo'llaridan ushladi. Boshim qattiq og'riyapti. Hech qisi yo'q, bir pasda o'tib ketadi. Yusuf sirli jilmayib qo'ydi va Leylani bag'riga bosdi. Leyla esa indamay turardi va birozdan so'ng hushdan ketdi. Leyla, Leyla. Yusuf Leylani chaqirardi. Leyla esa uxlab yotardi. Yusuf rejasi ish bergandan xursand bo'lib, telefonini olib telefon qildi. Alo, ish bitdi, qiz tayyor. Narigi tarafdan jiddiy ovoz keldi. Yaxshi, lekin bechora qiz hali juda yosh.
Bunisi bilan ishing bo'lmasin. Pulingni oldingmi? Bo'ldi, endi ket. Bu yog'iga aralashma. Yusuf bu gaplarni eshitarkan indamasdan telefonni qo'ydi va Leylaga qarab biroz achindi va xonadan chiqib ketdi. Temur esa hali ham mashinasida o'tirar ekan va nega bular buncha qolib ketishdi? Endi kirmasam bo'lmaydi. Shunday deya Temur mehmonxonaga kirdi va mehmonxona xodimidan so'radi. Boyagina bir yigit va qiz kirib ketishgandi. Ularning qaysi xonada ekanligini aytib yubora olmaysizmi? Uzr, bizda mijozlar to'g'risida hech qanday ma'lumot berilmaydi. Barchasi sir tutiladi. Temurning bu gaplardan jahli chiqib ketdi va stoliga bir urib, "Jin ursin hammasini. Menga hoziroq qaysi xonada ekanligini aytasiz. Bo'lmasa o'zimga javob bera olmayman." Temur borgan sari asabiylashib gapirardi. Mehmonxona xodimi Temurning gaplaridan qo'rqib ketdi va "Hozir janob, topishga harakat qilaman." Shu payt Temurning yonidan Yusuf o'tib ketdi va tashqariga chiqdi. Buni ko'rgan Temur darhol uning ortidan tashqariga chiqdi. "Hoy, to'xta." Yusuf to'xtadi va Temurga qaradi. "Menda nima ishing bor? Leyla qani?" "Tushunmadim." "O'zingni go'llikka solma. Boyagina shu mehmonxonaga birga kirib ketgandilaring-ku. Qayerda Leyla?" "Men bilmayman." Yusuf mamayli xotir gapirardi. Temur esa borgan sari jahli chiqib Yusufni yoqasidan oldi. "Hoziroq ayt menga, Leyla qayerda?" Temur dona-dona qilib gapirardi. "Uni unut. U endi yo'q." "Nimalar deyapsan?" "Uni olib ketishdi. Endi uni hech qayerdan topolmaysan." Shu payt Temur Yusufning yuziga musht tushirdi. Yusuf esa yerga yiqildi va yuzini ushladi. "Nima qilganing bu?" "Bu hali senga kam. Hoziroq Leylani qayerdaligini aytasan. Bo'lmasa, yuzingdan asar ham qolmaydi." Yusuf Temurning gaplaridan qo'rqib ketdi. Chunki Yusuf uchun birinchi navbatda uning yuzi edi. "Xo'p, aytaman. O'zingni bos." Temur Yusufdan javob kutib turdi. "Leylani boshini aylantirishim uchun menga pul taklif qilishdi va uni shu yerda qoldirishimni aytishdi. Bor gap shu. Hozir Leylani qayerdaligini bilmayman." Temurning bu gaplardan battar jahli chiqdi va Yusufga yana musht tushirmoqchi bo'lib turganida Yusuf to'xtatib qoldi. "Alamingni mendan olma. Hammasiga o'zing sababchisan. Menga shu ishni buyurgan seni dushmaning bo'ladi." "Meni dushmanim?" Yusuf hayron bo'lib qoldi. "Qaysi dushmanim ekan? Hozir aldamayotganingga kim kafolat beradi?" "Gaplarim rost. U seni juda yaxshi tanir ekan. Mana bu uni raqami." Yusuf Temurga telefondagi boya gaplashgan raqamini ko'rsatdi. "Hoziroq telefon qil." Temur Yusufga baqira boshladi. Yusuf darhol boyagi nomerga telefon qildi. Kimdir telefonni ko'tardi va "Ha, yana nima deysan?" Temur darhol Yusufning qo'lidan telefonni tortib oldi. "Sen kimsan?" Narigi tarafdan hech qanday sado kelmadi. "Nega gapirmaysan?" Temur jahl bilan gapirardi. "Temur?" Temur ovozni eshitib jim bo'lib qoldi. "Sen? Nega? Nima uchun?" Temur hayron bo'lib gapirardi. "Hammasiga o'zing aybdorsan. Sen tufayli shunday qilishga majbur bo'ldim." "Men tufayli? Axir sen emasmi? Menga xiyonat qilgan, meni tashlab ketgan sen emasmiding?" Temur alamzada bo'lib gapirardi. "Yo'q, men senga xiyonat qilmadim. Sen menga ishonishni xohlamading xolos. Men seni hali ham sevaman, lekin seni meni unutib yuborgansan. O'sha qiz mendan ustun bo'ldimi?" Temur nima deyishini bilmay qoldi. Xayoldan har xil narsalar hamda eski xotiralar o'tdi. Agar hozir eski sevgilisini xafa qilib qo'ysa, u Leylani biror nima qilib qo'yishidan qo'rqdi. Chunki uning qo'lidan har qanday ish kelishini juda yaxshi bilardi. "Yo'q, aslo, unday emas. Sen hozir jahl bilan ish tutma. Qizni qo'yib yubor. Hozir qayerdasan? Sen bilan gaplashib olishimiz kerak." "Yo'q, men u qizni qo'yib yubora olmayman. Oldin sen bilan gaplashib olishimiz kerak." "Xo'p, qayerdasan? Hoziroq yetib boraman. Faqat Leylani ehtiyot qil." Temur xavotirlanib gapirardi. Birozdan so'ng Temur aytilgan joyga yetib bordi. U yerda Leylani stulga bog'lab qo'yishgandi. Ustida boya kiyib olgan ochiq-sochiq ko'ylagi, sochlari to'zitilgan va og'zini ham skoshlab qo'yishgandi. "Leyla." Temur Leylani chaqira boshladi. Leyla ham ko'zlarini Temurga qadab yig'lay boshladi.
Temurning ham ko'zlari yoshlandi. Shu payt Temurning yoniga eski sevgilisi Shabnam keldi. Va nihoyat, seni yana ko'rganimdan xursandman. Shabnam Temurga qarab jilmaygancha gapirardi. Temur esa hech narsa demay Shabnamga jahl bilan qaradi. Lekin sen meni ko'rganingdan xursandga o'xshamaysan. Mendan nima xohlaysan? Temur Shabnamga qahrli nigoh bilan tikildi. Men faqatgina ikkimiz birga bo'lishimizni xohlayman. Sen esigini yeb qo'yibsan. Hammasi o'tmishda qolib ketdi. Endi hech qachon hech narsa oldingidek bo'lmaydi. Shabnamning jahli chiqdi va yo'q, sen meni shu qizga alisha olmaysan. Yo meni tanlaysan, bo'lmasa bu qizni o'ldiraman. Temurning Shabnam aytgan gaplariga jahli chiqib, qo'llari musht bo'lib tugildi. Leylani qo'yib yubor.